Okey, qayerda to'xtagan edik? Cargo run qilib ko'raman. Mana shunaqa o'yincha qilgan edik o'tgan safar. Chapga, o'ngga, tepaga, pastga qilsak ilonchamiz qimirlaydi. Pastda ozgina instruksiya qo'ygan edik va hozir qaysi directionga qarab qimirlayotganini chiqarib qo'ygan edik. Kamchiliklarimiz bor, ya'ni borderdan chiqib ketib qolsa hozir ko'rasizlar. Borderdan chiqib ketishi mumkin yoki borderdan tashqarisini umuman tozalamaymiz. Shunga shunaqa kamchiliklarimiz bor. Bugun to'g'rilab chiqamiz. Tak, tozalayman. Demak, bu proyektimizni Z'da ochib olamiz. Sal kattalashtiraman. Bu yoqni yopib qo'yishim mumkin, chunki u shart emas. Hammaga ko'rinyaptimi? Demak, davom etamiz. Tak, ozgina kodni eslab olamiz. Bizda width bor, height bor, konstantalarimiz bor, position degan structimiz bor. Eng asosiysi snake bor mana bu yerda. Direction degan struct emas, enum bor. Ya'ni faqat 4 ta valuedan bittasi bo'lishi mumkin xolos. Snake degan structimiz bor. Struct bu o'tgan safar aytdik, boshqa tillarning klassiga to'g'ri keladi. Snake'da ikkita narsa bor. Direction bor, ya'ni qaysi yo'nalishga qarab qimirlayotganini bildiradi, body bor. U positionlardan tashkil topgan vektor yoki boshqa tillarda list yoki array bo'lishi mumkin. New metodimiz bor, change direction metodi bor. Bularni biz o'tgan safar yozganmiz. Eng asosiysi main. Main haqida nima aytishimiz mumkin? Birinchi aytishimiz kerak bo'lgan narsa, biz cross term degan library ishlatamiz. U library o'sha terminalni boshqarish uchun ishlatiladigan library. Ya'ni hozir run qilganimizda mana shu narsalarni chizishda, umuman kursorni qimirlatishda o'sha cross termdan foydalanganmiz. Uning eng foydali metodi bu mana bu yerda mana execute degan makroni ko'rishingiz mumkin. Makroni o'tgan safar ham aytganman, yana bir bor qaytarishim mumkin. Funksiyaga o'xshab ketadi. Farqi ismini oxirida mana undoq belgisi bo'ladi va Rust o'zi backgroundda siz kodingizni yuritganingizda, compile qilganingizda mana shu bitta execute degan makroni olib, uni kattaroq funksiyaga aylantiradi. Ichiga kirsangiz mana ko'rishingiz mumkin. Tagida taxminan mana bunaqa kod bo'ladi. Endi variablelarning o'rniga haqiqiy valuelar qo'yiladi. Bu shunchaki qulayroq bo'lgan makro. Aytgandek, o'sha compile qilgan paytingizda kattaroq metodga aylanadi. Demak, nima qilamiz? Birinchi eng tepaga chiqib, eng tepaga emas, pastroqqa tushib, mana bu instruksiyani yozamiz. Use arrow keys bla bla va bizda kelgan asosiy loop ochiladi. U loopda birinchi o'rinda biz eventlarni poll qilamiz. Ya'ni user qanaqadir knopkani bosdimi, yo'qmi degan ma'noda har 10 millisekundda tekshirib turamiz va birorta knopkani bossa, o'sha knopkaga qarab qanaqadir amalni bajarishimiz mumkin. Masalan, up ni bossa tepaga yuramiz, down ni bossa pastga yuramiz va hokazo. Q ni bossa o'yindan chiqib ketamiz. Va pastroqda har bitta loopning ichida, har bitta o'sha eventning ichida hozir qaysi directionga qarab ketayotganini chiqarib qo'yamiz. Va mana bu qismi ham juda muhim. Tak, mana bu loopning ichida har tick rate'imiz necha edi? Har 150 millisekundda biz snake'ni yurg'izamiz. Move forward directionga qarab, tepada mana o'zgargan directionga qarab, o'sha qarab jo'naydi va har jo'naganda biz boshqa taraflarini tozalashimiz kerak-da. Hamma yo'g'ini tozalashimiz kerak-da, ilgi to'rtburchakning ichini va snake'ni boshqatdan chizishimiz kerak va last tickni yangilab qo'yishimiz kerak, чтобы mana bu if statementimiz har doim ishlab turishi uchun, to'g'ri ishlab turishi uchun. Mana bu qo'shimcha funksiyalarimiz draw board, draw snake, o'sha to'rtburchak katakchamizni va snake'ni chizadigan funksiyalarimiz. O'tgan safargi videoyimizda bularni yozgan edik. Endi nima qilamiz? Birinchi o'rinda kelinglar sizlar bilan ovqatni endi, ya'ni o'sha ilon qimirlayotgan paytda missiya o'zi nima? Ovqatlarni topib,
ilonni body'sini kattalashtirish, ana shu haqida gaplashaylik. Birinchi bo'lib o'sha ovqatni random nuqtasidan chiqaradigan qilishimiz kerak. To'pga qarab qo'y. Okay, hammasi joyida bo'lsa davom etaveramiz. Demak, rastda random birorta qiymat chiqarish uchun rand degan create bor. O'shani topib olamiz. Mana rand 0.9 ikkinchi versiyada ekan, shuni olamizda cargo tomoga tiqib qo'yamiz. Bizga mana pastda уже installation ketyapti, o'zi avtomatik o'rnatib beradi. Endi foodni osonroq tushunishimiz uchun, kodimiz ham chiroyliroq bo'lishi uchun, xuddi tepadagi snake, position, directionga o'xshab keldi, bitta struct yaratib olaylik, food deymiz. Unda nima bo'ladi? Bittagina position bo'ladi xolos, boshqa xususiyati yo'q hozircha. Unda bitta position bo'ladi, o'sha qaysi nuqtada joylashganini bildirish uchun. U nima bo'lishi kerak? Food random nuqtada paydo bo'lishi kerak. U nuqta snake'ni ichida bo'lmasligi kerak, to'rtburchakni ichida bo'lishi kerak va bo'ldi. Mana shu logikani kelinglar sizlar bilan new degan metodni ichida yozsak, chunki biz foodni ko'p generate qilamiz. Har foodni ilonimiz yegan paytida biz yangi foodni generate qilishimiz kerak. Demak, new deymiz. Aytganimizdek, bu narsa new metodi, ya'ni foodni qaysidir nuqtadan chiqadigan pozitsiyasini generate qiladigan metod. Snake'ni ichida bo'lmasligi kerak. Shuning uchun ham bizga snake'ni positionni kerak, body'si kerak. Chunki body'sining ichida ko'pgina position bor. Biz random generate qilgan positionimiz ana shu body'ni ichida bo'lmasligi kerak. Shuning uchun ham biz snake'ni parametr sifatida qabul qilamiz. Snake. Bizni snake'imizni referensini bo'lishi o'zi yetarli, chunki mana bu ampersand qo'shib qo'yamiz va u bizga food qaytarish kerak. Demak, birinchi o'rinda biz random bitta raqam o'ylab topishimiz kerak. Usage'ini ko'rib olaylik. Qani documentation. Mana bizga mana shu rand rng degan metod kerak. Demak, u narsa mutable bo'ladi, hozircha mutable qilishimiz shart emas. Demak, rand ichidan rng ni chaqiramiz. Bu bizga qanaqa qiymat beradi ko'raylikchi. Hozircha shundaylikcha turib tursin. Tak. Demak, rng ni chiqardik. Endi loop ochishimiz kerak-da. U loopning ichida biz o'ylab topgan biz bu rng dan turib hozir anaqa qilishimiz kerak. Yangi position yaratishimiz kerak. Yangi positionni x bilan y nuqtasi 0 bilan tepadagi konstantalarimiz orasida bo'lishi kerak. To'g'rimi? Bittasi 0 bilan width orasida bo'lishi kerak, ikkinchisi 0 bilan height orasida bo'lishi kerak. Shunaqa qilamiz. Demak, loop ochamiz-da. Bizga random bitta position kerak. Random position deymiz. Position yaratamiz. X deymizda. rng da get range midi? Gen range ekan. Gen range deymizda. 0 dan widthgacha bo'lsin deymiz. Va y ni xuddi shunaqa y rng gen range deymizda. 0 dan heightgacha bo'lsin deymiz. Nima deyapti? Mutable qilib qo'yinglar deyapti. Shunga mana bu yerda mutable deymiz. Gen range. Tak, bizga deprecated method deyapti. Uni o'rniga random range. Okay. Random range deymiz. Random range.
Ya'ni position yaratdik. Endi mana shu position snake ni ichidami yo'qmiligini tekshirishimiz kerak. Bizda shunaqa metod bormidi snake ni ichida? Menimcha yo'q edi, uni yozishimiz kerak. Mana bu yerda keldi, sizlar bilan fn contains degan metod yozaylik-da. U nima bo'lsin? Bitta positionni qabul qilsin-da. Va u bizga anaqa mana shu position snake ni ichida bormi yo'qligini aytib bersin. To'g'rimi? Demak, self bo'ladi, chunki bizda reference bor snake ga va u positionni qabul qilsin va bizga bitta boolean qaytarsin. Bizda snake ni ichida body bor, body o'zi vektor, vektorning ichida contains degan metod bor. O'shanga mana shu positionni berib yuborsak bo'ldi. Nima deyapti endi bu? Reference ber deyapti. Shunga ampersand qo'shib qo'ysak. Can't compare position with position. Positionga biz partial equal degan attribut berib qo'yishimiz kerak. Bir-biriga solishtira olishi uchun. Bu haqida o'tgan safar ham ko'proq gaplashgan edik. Demak, bizda contains metodi bor. Endi qani bizning kodimiz? Mana bu yerda. Mana shu yerda yozishimiz kerak endi. Agar mana shu snake'imiz buni contains qilmasa deyishimiz kerak, to'g'rimi? Contains qilmasa shu positionni, random positionni. Keyin biz uni return qilsak bo'ladi. Random position. To'g'ri? Agar contain qilsa, mana shu loop davom etadi-da, bizga yangi random position jo'natadi. Xullas, ilonni body'sida yo'q bo'lgan nuqta topganimizgacha davom etaveradi. Tak, bo'ldi. Footni mana news'ini yozdik. Endi buni ishlatishimiz mumkin. Uning uchun mana bu yerga tushamiz va snake ni yaratgan joyimizda let foot deymizda. Foot new deymizda, snake ni ichkariga berib yuboramiz. Mana foot yaratildi. Endi biz uni chizishimiz kerak. Footni chizishimiz kerak. Uning uchun biz sizlar bilan qayerda chizamiz? O'ylab olaylik. Qayerda chizamiz? Ilon yurgan paytida, ya'ni mana bu loopning ichida mana shu yerda chizishimiz kerak. Chunki mana bu yerda snake oldinga yurdi. Mana bu yerda check qilamiz keyin. Check if food is eaten yoki check if snake ate the food. Hali logikasini yozamiz. Va undan keyin mana bu yerda chizishimiz mumkin. Draw food deymizda. Unga ham std out ni beramizda va food ni reference sifatida beraveramiz. Fooddan tashqari bizga snake ham kerak. Adashmasam. Hali buni yozganimiz yo'q, endi yozamiz sizlar bilan. Mana shu loopning ichida har 150 sekundda tekshiradi, keyin yangisini chizib beradigan qilishimiz kerak. Tak, savollar yo'qmi shu paytgacha? Tak. Saidon aka, chegaradan chiqib ketmaslik oldin dars. Yo'q, endi qilamiz Saidon aka. Chegaradan chiqib ketmasligini. 0 va 1 oralig'ida bersa kerak, Maxwell berilmagan bo'lsa. Bu adashmasam footni positioniga tegishli savol bo'lgan. 0 va 1 emas, 0 bilan width va 0 bilan height orasida berishimiz kerak menimcha. Harmon bo'lishir. Ha, shunaqa. Okay. Demak, fn draw food deymiz. Birinchi std outni oladi. Tepadagilarga o'xshab
birinchi std outni olishimiz kerak, chunki biz terminal bilan ishlayapmiz va keyingisi food bizga snake ham kerak bo'ldimi? Hozir bu kerak bo'ldimi yo'qmi? Hozir ichkarida ko'ramiz va bu ham IO result qaytaradi. Tak. Foodni biz ilonni yumaloq shaklda kiritganmiz. Foodni sal boshqacharoq belgi bilan belgilashimiz kerak, to'g'rimi? Biz faqatgina draw bilan shug'ullanyapmiz. Bizga snake kerak emas, chunki biz tepada generate qilib bo'ldik уже foodni. Nima qilamiz? Execute deymiz std out ga. Bizda food bor, foodning ichida position bor. Demak, o'sha yerga move to qilamizda. Move to +1 qilib qo'yishimiz kerak, to'g'rimi? Food position x +1, chunki bizda borderlarimiz bor tepada va pastda. Food position y +1. Ana shu yerga move qilamizda va ana shu yerda foodni chizishimiz kerak. Print deymiz. Va menga foodni ikonkasi kerak. Hozir olaman. Copy va paste. Mana bunaqa to'rtburchak ikonkasini, emojisini chiqaramizda. So'roq bilan rezultatni tepaga propagate qilib yuboraman va uni oxirida std out ni flash qilib yuboramiz. Vaqtida hamma narsa ekranga chiqishi uchun va OK deb rezultatni qaytarib yuboraman tepaga. Shunda mana bu yerda snake ni olib tashlashim kerak. Mana taxminan kodimiz tayyor bo'ldi. Warninglarimiz yo'q, errorlarimiz yo'q. Rustni zo'r tarafi compile bo'lyaptimi? Demak, kodingiz logikasi to'g'ri bo'lsa, 100% ishlashi kerak. Endi mana bu yerni tozalab cargo run deydigan bo'lsam, mana qaysidir random joydan food chiqdi. Endi uni yeydigan qilishimiz kerak. Hozircha oldidan o'tib ketsam ham mana qayerdadir xato chiqyapti. Panic. Borderdan o'tib ketsam xato chiqdi. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana cargo run deymanda. Mana bu borderdan o'tib ketsam xato chiqmadi. Pastga tushsam ham xato chiqmadi, lekin tepaga chiqsam hozir xato berib yubordi. Mana thread panicked at source use. Attempt to subtract with overflow. 100-qatorni ko'ramiz. Odatda Rustni anaqasi zo'r bo'ladi, compileri. 100-qatorda mana bu yerda xato chiqaryapti. -1 qilganimizda overflow beraveryapti. Chunki taxminim bo'yicha biz y ni u16 degan edik. Unsigned integer 16 degan edik. Ya'ni u minus bo'lishi kerak emas. Shunga panika beraveryapti. Minusga o'tib ketyapti-da, u 0 deydi. Borderimiz 0 da. Undan -1 qilyapmiz-da. U -0 dan -1 bo'lgani uchun va y ni type unsigned integer bo'lgani uchun, ya'ni minus bo'lishi mumkin emas, panika beraveryapti. Shuning uchun biz buni tochka qani? Tochka yo'q ekan. Checked sub degan metodimiz bor, adashmasam. Checked sub deymizda. Barda beraversam va checkedmidi? Hozir. Saturating edi, adashmasam. Saturating sub desam, mana shu bizga saturating intercepting compute self saturating at the numeric bounds instead of overflowing. Mana shu bizga to'g'ri natijani berish kerak. This returns the result of the operation without modifying the original. Ya'ni bu aytayaptiki, mana 1 dan 2 ni ayirganimizda 0 qaytaradi deyapti. Panika qilib yormaydi-da, minimumda turib turadi deyapti. Bizga mana shu kerak. Shunda hech qanaqa panika bo'lmaydi. Saturating
sub 1 deb mana bu yerda ham to'g'rilab qo'yaman. Ana endi tekshiradigan bo'lsam, tepaga chiqib ko'ray chiqam. Tak. Qayerdadir noto'g'ri ketdi. Leftni men buzib qo'ydim. Plus qilishim kerakmidi? Nima qo'shdim men bu yerda? Add qo'shib qo'yibman. Shunga noto'g'ri ko'rsatyapti. Saturating sub kerak menga add emas. Shunga chapga bossam o'ngga ketib qolyapti nimagadir. Tak, run. Ana endi pastga, tepaga ketadigan bo'lsam, hech qanaqa panika yo'q, lekin sal g'alati ko'rinyapti baribir. It's okay, chunki o'zi asli hozir tepaga chiqib ketmasdan turib, borderga yetib kelishiga, urilishiga biz o'yinni tugatishimiz kerak. Chunki qoida buzildi. Eng asosiysi panikani yo'qotdik. Tak, bo'ldi. Endi footni yeydigan qilishimiz kerak. Uni logikasi yaxshigina bo'ladi, ko'proq o'zgartirishga kirishimiz kerak. Logikasi qanaqa? Foot bilan bitta pozitionga kelganda, head, ilonni kallasi bitta pozitionga kelganda biz ilonni birinchidan uzaytirishimiz kerak. Footni yo'qotib, footni boshqa joydan generate qilishimiz kerak. Tak, shu paytgacha savollar yo'qmi? Shunaqa ekan. Xuddi shunaqa. Mendan birinchi topyapsizlar, zo'r. Tak, davom etamiz. Tak, notlarimga qarab olaman. Keyingi stepimiz handling collisions. Nice. Tak, handling collisions uchun nima qilamiz? Handling collisions uchun main metodimiz qani? Eng asosiy logika mana bu yerda bo'ladi. To'g'rimi? Snake oldinga yurdi. Tepagami, pastgami, o'ngami, chapgami oldinga yurdida. Mana shu yerda biz tekshirishimiz kerak. Qoida ikkita holatda buziladi, to'g'rimi? Birinchisi borderga urilganda, ikkinchisi o'ziga ham urilib ketishi mumkin. Shuning uchun mana shu yerda yo wall bilan collision bo'ldimi, yo self o'zi bilan collision bo'ldimi, yo'qmi tekshirib qo'yishimiz kerak. Taxminan kodni yozadigan bo'lsak, mana bu yerga yozamizda snake check wall collision deb ataylik. Check wall collision yoki o'zi bilan urilib ketgan, ya'ni self check self collision bo'lgan bo'lsa, nima qilishimiz kerak? O'yinni tugatishimiz kerak va userga qanaqadir instruksiya berib yuborishimiz kerak. O'yin tugadi, yutqizding. Endi yo restart qil yoki chiqib ket. Chiqib ketish logikasini biz mana bu yerda ham yozgan edik. Mana Q ni bossang break qil, ya'ni loopdan chiqib ket, o'yin tugaydi shunda. Taxminan shunaqa logika yozamiz. Demak, bizga adashmasam bitta variable kerak bo'ladi. O'yin tugadimi yo'qmi bilishimiz uchun. Mana bu yerda yozaylik shu narsani. U restart qilganda biz o'zgartiramiz, shuning uchun ham mutable bo'ladi. Game over deymiz. False. Va mana bu yerda self emas, snake. Buni komment qilib turaman, chunki mana bu ikkita metodni hali yozganimiz yo'q. Oldin shularni yozib olaylik, keyin menimcha aniqroq bo'ladi. Demak, qani bizning snake metodim, snake structimizni implementatsiya qismi, bloki. Mana shu yerda hali ikkita metodni yozishimiz mumkin. Demak, check wall collision deymiz. Bu
Vol bilan collide qilganda ham, o'zi bilan collide qilganda ham bizga boshini tekshirishimiz kerak. Head'ini tekshirishimiz kerak. Head'i mana bu body'ning ichida birinchi o'rinda turadigan element. To'g'rimi? Shunga self deymiz. Bu boolean qaytaradi. Head bizda birinchi o'rinda turadi. Ya'ni let head deymizda, self body 0 deb olaylik. Ana shu width'dan o'tib ketdimi yoki height'dan o'tib ketdimi yo'qmi tekshirishimiz kerak. Head'da x bilan y bor. X width'dan o'tib ketmaslik kerak, y height'dan o'tib ketmaslik kerak. Demak, yozamiz head x katta yoki teng. Teng bo'lsa ham xato, chunki borderga tekkan bo'ladi, yoki head y katta yoki teng height'dan. Bo'ldi, to'g'rimi? Shuni return qilib yuboramiz. E'tibor beringlar, rastda oxirida mana tochka virgul qo'ymasanglar, ana shu qiymat return bo'lib ketadi. Va uni oxirida yozish mumkin xolos. Agar ertaroq return qilmoqchi bo'lsanglar, har doimgi return statement yozishinglar mumkin. Check self collision deymiz. Self boolean. Bu ozgina qiziqroq. Head o'zini body'siga urilib ketmagan bo'lish kerak. Demak, yana head'ni olamiz. Va body'imiz vektor iterator bo'lishi mumkin. Ya'ni self body iter desak, unda bizga kerakli bo'lgan zo'r metodlar bor, o'shani ishlatishimiz mumkin. Mana AI ham mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. To'g'ri suggestion beryapti. Biz bittasini skip qilib yuborishimiz kerak, chunki head'ni o'zini tekshirishimiz shart emas. O'ziga har doim teng bo'ladi chunki. Head'ni o'zini skip qilib yuboramiz. Skip 1 deymiz va qolgan luboyi bunga teng bo'lmasligi kerak. Yoki bu metodni kontekstida teng bo'lishi kerak. Shunda u urilib ketgan bo'ladi. Demak, har bitta segment uchun head'ga teng bo'lmasligi kerak. To'g'rimi? Ana shuni keyin return qilib yuborishimiz mumkin. Luboy bitta segment, mana bu body'ni birinchisidan tashqari luboy bitta segmenti head'ga teng bo'lsa, collide bo'ldi degani deb kod yozdik hozir. Endi mana bu yerga qaytamiz. Mana bu kommentimizni olib tashlaymiz. Ikkita metod bo'yicha savollar yo'qmi tekshirib qo'ying. Tak, yoki o'yin tugasin, yoki x max x ga, ya'ni pastdan chiqadigan qilsakchi. O'yin tugashi kerak menimcha, chunki user o'zi hal qilish kerak. Restart qilmoqchimi yoki quit qilmoqchimi? Keyingi safar CS2 yozib ko'raylik. Good fucking luck deyishadi kinolarda. Nolni ham tekshirish kerak emasmi? Qayerda? To'g'ri. Esimdan chiqibdi. Bunday qilishimiz kerak, to'g'rimi? Head'ni x'i 0 dan kichik yoki teng bo'lishi kerak. Va head'ni y ham 0 dan kichik yoki teng bo'lsa collide bo'lgan bo'ladi. Shu esimizdan chiqdi. Biz faqat o'ngga va pastga ketadigan qismini tekshirganmiz. Mana bu endi chap va tepani ham hisobga olish kerak. Adashmayotgan bo'lsam. Boyaga saturating subni ham sразу fix qilish kerak. 0 valid bo'lishi kerak. Tak, qayerda edi? Move forward. Bu yerda 0 valid. 0 value qaytaradi u. Tak, bo'ldi. Ikkita anaqani yozdik. Yana kimda savol bor edi?
Ha, Rust yozyapmiz. Tak, main metodimizga qaytamiz. Urilib ketgan bo'lsa, endi o'yinni tugatishimiz kerak biz sizlar bilan. Ya'ni game overni true qilib qo'yishim kerak. Game over deymiz, true. Va mana bu yerda tekshirib qo'yishimiz kerak. Agar game over bo'lsa, mana bu loop ichida. Bu loopdan chiqib ketishimiz kerak. O'yin tugadi degan ma'noda. Yo'q. Continue qilishimiz kerak. Sababi loopdan chiqib ketib qolsak, mana bu key eventlarni eshitmay qolamiz. Continue qiladigan bo'lsak, userdan qanaqadir input kuta olishimiz mumkin dальше. Endi mana bu yerda game over bo'lgandan keyin qanaqadir instruksiya berishimiz kerak. Execute deymiz. std-out ga. Bizda 3-height plus 3 da mana bu yerda boshqa instruksiya turibdi. Shunga height plus 4 ga boramiz. Height plus move to essentially move to 0 height plus 4 ga boramanda. Ana shu yerda bitta instruksiya yozamiz keyin. Execute'dan keyin execute std-out print press R to game over deymiz birinchi. Game over. Press R to restart. Press Q to quit deymiz. Mana bu yerda propagate qilamiz. Endi har doim nimadir print qilganimizdan keyin flash qilib yuborsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Tak. Endi nima qilishimiz kerak? Endi pastga tushib ketmasligimiz kerak-da. Pastga tushib ketmasligimiz uchun continue qilishimiz kerak. Bo'lmasa mana bu instruksiyalarimiz bajarilib ketib qoladi. Endi mana bu yerda biz Q uchun nima berganmiz? Break qil deb aytib qo'yganmiz. Endi R uchun ham nimadir yozib qo'yishimiz kerak logika. Restart qilish uchun. Tak, restart qilish hozircha har doim ham restart bo'lmasligi kerak. Rni bo'lsa restart bo'lib ketmasligi kerak. Faqatgina game over bo'lganda, ya'ni if game over bo'lganda mana shu qismi ishlab ketilishi kerak. Mana shu ham juda menga Rustda yoqadigan sintaks. Umuman mana bu match qilish sintaksi juda kuchli Rustda boshqa tillarga nisbatan. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana R bo'lsa va faqatgina game over bo'lgan bo'lsa, mana shu blokni bajar degan kod yozyapmiz hozir. Har doim ham bosganda emas. Boshqa tillarda odatda blokni ichida yoziladi. Quyidagicha qilib, mana bu sal tozaroq. Keyin pastga boshqa holatlarni ham yozishinglar mumkin-da. Key code char bo'lsin, R bo'lsin, lekin if boshqa holatlar bo'lsin degan ma'noda. Demak, game over bo'ldi, R ni bosdi, nima qilamiz? Snake ni yangilashimiz kerak. New deymiz. Foot ni yangilashimiz kerak. Foot uchun biz snake ni berib olishimiz kerak. Cannot mutate. Biz footni tepada mutable qilmagan ekanmiz. Keyin snake ni yangiladik, footni yangiladik. O'yinni boshqatdan boshlayapmiz. Shunga game overni ham false qilib qo'yishimiz kerak. Va boardni yangilashimiz kerak, to'g'rimi? Boardni yangilashimiz uchun biz birinchi o'rinda hamma yo'ni tozalab olishimiz kerak. Chunki tepada shunaqa qilgan edik, mana buni copy qilamizda. Mana bu yerga paste qilamiz va draw board deymiz. Draw board yangiladik. Endi hamma narsani tozalab qo'ydik. Tozalab qo'yganimiz uchun tepadagi instruksiyalarni boshqatdan chiqarib qo'yishimiz kerak. Mana shu bizda restart.
Bu sal xunukroq kod bo'ldi, chunki ko'p narsani duplicate qildik, lekin hozir ishlagandan keyin agar ishlata olsak, sal tozalab chiqamiz kodimizni. Hamma narsa tayyormi? Mana qilib ko'ramiz endi. Yo'q, anaqa qilmadik. check collisionni tekshirsak bo'ladi. Hali grow qilishni qilmadik, to'g'rimi? Cargo run deyman. Ana endi tepaga boradigan bo'lsam, erta tugab qoldi o'yinimiz. Restart ishladi. O'ng tarafga ketadigan bo'lsam, erta tugab qolyapti. Qiziq. Kodimiz qayerdadir aniq xato. Restart ishlayapti. Tepaga chapga borsamchi, erta tugab qolyapti. Ha? Endi to'g'ri ishladi. Bir, ikki. Ikkitaga adashyapmiz. Qayerdadir xato qildim. Kimdir sezdimi? Devornilda ham bor ekan. Shu Bobosher to'g'ri aytyapti, men faqat tushunmayapman nimani aytayotganini. Tak, teparoqdan boshlab. Menga ko'proq C++ yoqadi. Siz juda kamchilikning ichida bo'lsangiz kerak. Hozircha check all collision 0 position ham collision deb hisoblaydi adashmasam. Devor 0 da bo'lsa, saturate to'g'ri bo'ladi. Devor minus bo'lsa, unda saturate'ni to'g'rilash kerak bo'ladi. Noldan emasga tekshiruvni qo'yishni o'zi yetarli emasmi? Mantiq xato, lekin error handling uchun saturate qilindi va exit uchun nol qilindi. Mana shunaqa tushundim. Ikkalasi bitta vaqtda bo'lgani uchun devorga borganda to'xtaydi. Meni ham logikam shunaqa edi, lekin kodni xato yozganman qayerdadir. 0 ga borganda o'yinni tugatish uchun tengligini ham tekshirish kerak. Minusni kutish shart emas. Tenglikni tekshirish kerak. Katta, kichik, ortiqcha. Devor 0 da, demak, check collisionda 4 ta va conditionni qaytadan qarab ko'ring. Check collisionga 4 ta org da o'shanda bo'lsa kerak. Qani bizning check collisionimiz? Buni yopib turamiz, move forward. Aniq qayerda xato bo'layotganini yana bitta ko'rib olaylik. O'ng taraf to'g'ri ishlayapti. O'ng taraf to'g'ri ishlayapti. Ya'ni mana bu logika to'g'ri. To'g'rimi? X aksis bo'yicha ketyapti. Widthga teng bo'lsa xato deyapmiz. Endi pastni tekshirib ko'raman. Pastda bitta anaqaga adashyapmiz. Pasimiz qaysi? Y. Mana shu to'g'rimi? Tengni olib tashlashim kerakmi? Y. Ha? Nabarot olib tashlamasligim kerak. Tak, pastda bittaga xato qilyapmiz. Qayerdadir off by one error ketyapti, to'g'rimi? Tak, X ni ham tekshiray. X
Move forwardda xato bor shekilli. Mana shuni eski logikasiga qaytaraydi. Tak. Hozirgi pas bilan o'ng to'g'ri, prosta oxirgi pozitsiyani chizishdan oldin to'xtayapti. Da. Pastda o'zidan bo'lmayapti, sabab devor ozgina bo'lishi bor. Devor nol ichidami yoki nolning ustida devor chizilganmi? Ichida. 0 pozitsiyada и oxirgi pozitsiyada chizilgan. No, boshqa to'g'ri aytyapti. Qani biza drawimiz. Mana bu yerda biz o'yinni tugatib qo'yapmiz va mana bu yerda chizyapmiz. Shunda da xato. Tepaga olib chiqib qo'yamizmi? Tepaga olib chiqib qo'ysam boshqa anaqa bo'lmaydimi? Check if the snake ate the food. Anaqani ko'rsataymi sizlarga? Boardni. Mana 0 dan boshlayapmiz-da. 0 ga mana buni chizyapmiz. И 0-anaqada Vitsgacha borib mana buni chizyapmiz. Mana hali move qilganimiz yo'q boshqa yoqqa. Boshqa move yo'q. Keyin Vitsimiz necha? 40-pozitionda mana buni chizyapmiz. Debug uchun headni koordinatalarini ekranga chiqarib tursak bo'lar ekan. Tak, hozir. Qiling qo'ymayapman. Change direction degan qismimiz qayerda edi? Current direction. Mana shu yerda. Current direction. Head position. Position doesn't implement debug. Run.
Tak, mana x'imiz 30 ga bordi. Nega 30 ga boryapti? Streamda debug qilish qiynab qo'yarkan odamni. Tak, xuddi intervyudan o'tayotgandek. Yana bitta anaqa zoom in qilganim uchun editorim ham o'zimga g'alati tuyulyapti. Tak, body 0, body'imiz position 0, bizda head bo'lishi kerak. Boshqa. X bilan y ni almashtirib qo'yganman, nima bo'ladi? Yo'q, to'g'ri. X bunaqasi, y bunaqasi. Mana bu yerda katta o'zi xatoyimiz bitta, chap bilan tepani xatosi. Shunchaki mana bu yerda sal kattaroq ko'rinyapti, chunki terminalda chizish o'sha shunaqa muammo beryapti bizga. O'zi ilonni ham ko'rgan bo'lsanglar, body'sini orasidagi space kattaroq. Mana shu yerda stop qilay. Mana shu yerda ko'rsanglar, mana bu yerda kichikroq. Tepaga yuradigan bo'lsak, orasidagi joy kattaroq. O'zi muammo bitta. Qayerdadir off by one error ketyapti. Yaxshiroq deb qilib ko'ray. Quit. Run. Mana x kamayyapti, y joyida turibdi. 0 ga boradi hozir. Hop. Nimaga o'ng taraf ishlayapti, chap taraf ishlayotganini hali ham tushunmayapman. Ha, devorlar 0.39 da. Clean up nimaga birdan boshlangan? Chunki borderlarni tozalashimiz shart emas. Mana bu chiziqlarni. Board sizda 40 emas menimcha hozir. 41 dami? To'g'ri aytyapti shekilli Bobashir. Mana bu logika. Width plus 1. 41 da ekan. 41 da ekan. Nimaga 41 da qilgandim o'tgan safar?
Yo'q, nimaga? Navrot yordam qilyapsizlar. Meni kallam tormoz bo'lib qolyapti. Streamda bo'lgani uchun bo'lsa kerak. Qanday to'g'rilaymiz? Mana shunga o'xshayapti. Agar mana buni olib tashlaydigan bo'lsam, noto'g'ri chizadi. To'g'rimi? Mana noto'g'ri chizdi. Ko'rinmaydi ham. Nimaga ko'rinmaydi? Ha, chunki biz tozalab yuboryapmiz. Bitta mana bu yerda chizyapti-da, uni tozalab yuboryapmiz biz. Buni to'g'rilamasligimiz kerak demak, to'g'rimi? Bu to'g'ri chizilyapti. Bu joyda chizilyapti. Prosta biz tepadagi logikamizni boshqacha qilishimiz kerak ekan. Collision'da bizda mana shu teskarisi. Minus 1 bo'lolmaydi. Minus 1 bo'la olmaydi. Chunki bu unsigned. Qanday to'g'rilaymiz buni endi? Burchaklarni ham noto'g'ri chizmayapsizmi? Birinchi burchakni 0 da chizishimiz to'g'ri. To'g'rimi? Uni 0 da chizishimiz aniq. Keyingisini wids'dan keyinga chizishimiz ham to'g'ri. Keyin 0 da va width plus 1 da chizishimiz ham to'g'ri bo'lishi kerak. Keyingi burchagimiz 0 x aksis va height plus 1. U ham to'g'ri bo'lishi kerak. Keyin pastini chizamiz va mana buni chizamiz. Yana to'g'rimi? Bu taraf to'g'ri, past to'g'ri bo'ladi, to'g'rimi? Past bilan bu ham to'g'ri deb hisoblaymiz, chunki prosta anaqa space kattaroq. Mana bu noto'g'ri. Va bu noto'g'ri. Qayerdadir fundamentalni xato qilyapmiz-da, shuni suyaman. Buni minus 1 ga tekshira olmayman. Agar tepada chizsam nima bo'ladi? Tepada chizsam nima bo'ladi? Move qildi, chizdim. O'ng tarafga bittaga o'tib ketadi, pastga ham bittaga o'tib ketadi, to'g'rimi? Qayta orqangga. Tozalab yubordi.
chizdi, tozalab yubordi mana bu yerda. Tozalashni ham tepaga olib qo'ysam nima bo'ladi? Pasta ham ichkariga kirib ketib qoladi. Bu command kursorni keyingi positionga move qiladi avtomatik. Mana bu move qiladi. Mana bu move qiladi, lekin chizmaydi. Uni qayta chizishimiz kerak. Move qilganimiz anaqa bo'lish uchun, chiqish uchun ekranda. Eng zo'r yechim menimcha chizishimizni to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Lekin bosh og'riq arziydimi? Hozir hamma yo'ldagi matematikamizni to'g'rilab chiqishimizga to'g'ri keladi. Men o'zi tayyorgarlik qilayotganimda eng katta aybim aytaymi? O'zi tayyorgarlik qilayotganimda mana buni skip qilgan ekanman. Mana shu case'ni test qilmagan edim. Tak, menimcha bunday qilamiz. Hozir shundayligicha turib turadi. Davom etamiz. Keyin oxirida yana harakat qilamiz bitta. Tak. Keyingisi nima edi bizda? Eating food, handling collisions ni qildim. Eating food ni qilmadim. Eating food ni qilishim uchun qayta qilamiz. Eating food ni biz move forward ni ichida qilishimiz kerak, to'g'rimi? Mana bu yerda biz head ni yangi pozitsiyaga insert qilyapmiz va mana bu yerda biz logika olishimiz kerak. Agar if growing, ya'ni food ni yegan bo'lsa, biz uni pop qilmasligimiz kerak, dumini. Faqatgina not growing bo'layotgan bo'lsa, pop qilishimiz kerak. Biz growing mi yo'qmi qayerdan bilamiz? Uning uchun biz snake ga yana bitta field qo'shishimiz kerak, adashmasam. O'sha o'syaptimi yo'qmi bilishimiz uchun. Growing deymiz, boolean qo'shamiz, u false yoki true bo'ladi. Qani bizning new metodimiz bizga xato berayotgan bo'lishi kerak. Birinchi u growing false bo'ladi. Va mana bu yerda endi logika yozsak bo'ladi. Mana pastga tushirib qo'y. Turib mayli. Mana shu yerda endi logika yozsak bo'ladi, to'g'rimi? Nima deymiz? Bu yerda snake ni head'ini positioni food ni positioniga teng bo'lsa, uni growing degan fieldini true ga to'g'rilab qo'yishimiz kerak va food ni boshqa joydan regenerate qilishimiz kerak. Demak, if snake body 0 teng bo'lsa food ni positioniga, snake ni growing degan fieldi true bo'lishi kerak va biz food ni yangilab qo'yishimiz kerak. Food new. Menimcha mana shuni o'zi yetadi. Endi move forward ga qaytamizda. Move forward da mana bu yerda if growing, if self growing, agar o'sayotgan bo'lsam nima qilishim kerak? Hech narsa qilishim kerak emas. O'sishdan to'xtatishim kerak. Self growing then false bo'lish kerak.
agar unday bo'lmasa, ya'ni o'smayotgan bo'lsa, pop qo'yishimiz kerak. Orqasidan pop qo'yishimiz kerak. Atak kattalashib ketib qoladi. Chunki biz mana bu yerda headni yangi positionga insert qildik уже. Tak, bo'ldimi? Boshqa logikamiz, tepadagi logikamiz to'g'ri bo'lsa agar, qani. Mana bu positionimiz to'g'ri bo'lsa. Menga mana bu kod yoqmayapti. Snake body 0. Headligini biz ichimizda o'zimiz bilamiz xolos. Bu yangi kelgan odam body 0 nimaligini bilmasligi mumkin. Shunga men odatda nima qilaman? Qo'shimcha bitta qani implementatsiya metodimiz. Kichkinagina metod yozib qo'yaylik. Head degan. Self body 0. Deymizda mana bu yerda ham self head, mana bu yerda ham self head va mana bu yerda ham self head deyman. Endi tekshirib ko'radigan bo'lsak, Cardoran o'syapti ilonimiz. Ups. Endi o'ziga urilib ketishni ham test qilamiz, hop. Ana, o'ziga urilib ketishi hatto ishlayapti ekan. Tak, savollar yo'qmi bundan? Hozir boardni ichi 39, borderlar bilan birga 41. Border bilan birga 41. Nega boardning ichi 39 unda 40 emas? Chunki men widthdan -1 qilyapman-da. Tepa balki to'g'ridir, gorizontal o'rniga vertikal chiziq qo'yib ko'ring. Ikkita ketma-ket yesa self growingning qiymati o'zgarishi muammo bo'lib qolmaydimi? Ikkita ketma-ket yesa nima bo'ladi? Mana move forward qildik, grow qildik mana bu yerda. Hozir mana bu yerda move forward qildi, yedi ovqatni. Ovqatni yeganda grow true bo'ldi. Keyin mana bu yerda keyingi move forward qilganimizda false bo'ldi. Tak. To'g'ri aytyapsiz, menimcha move forward qildik. Grow'ni false qilib qo'ydik-da. False qilib qo'ydik va yo'q, to'g'ri. Keyin yana mana bu yerga keladi-da, yana true bo'lib qoladi. Shunday emasmi? Menimcha ikkinchisiga grow bo'lmay qoladi. Men noto'g'ri o'ylayapman. Mana move forward qildik. Footga yetib bordik. Grow true bo'ldi. Keyin positionni yangiladik, grow false bo'ldi. Keyin mana bu yerga keladi, yana footga teng bo'ladi-da, yana grow true bo'ladi. Yo'q, menimcha normal. Menimcha normal bu qismi. Yangi foot ilonni tanasida paydo bo'lmaydigan kod yozganmiz mana buning ichida, mana bu loopning ichida. Agar snake yangi random positionni ichida bo'lsa, boshqatdan loopga tushadi-da, mana bu yana boshqatdan yaratiladi. Yangi position. Endi
nima qilamiz? Keyingi qismi collisionlarni qildik, it foodni qildik. Keyingisi sal chiroylilashtirish kodimizni va rang qo'shish ekan. Adding score and final polish. Xo'p, buning uchun plan nima bizda? Buning uchun plan har bitta food uchun birinchidan sal rang berish boshiga, foodni o'ziga. Har bitta food uchun +10 skor qo'shib borish. Oxirida ko'rsatishimiz mumkin, biror joyga urilib ketgandan keyin shuncha skor bo'ldi degan ma'noda. Keyin sal kodimizni yangilaymiz. Chunki bizda mana bunaqa g'alati kodlar mavjud. G'alati emas, sal repetitiv. Mana bularni alohida funksiyaga olib chiqib qo'ysak, osongina yangilashimiz mumkin, restart qilganda, quit qilganda va hokazolarda. Uning uchun kelinglar sizlar bilan hozir notlarni qarab olaylik. Birinchi bunday qilamiz. Score hisob kitob qilishni amalga oshirsak, boshqa savollar yo'q bo'lsa agar, umuman olganda hamma narsani alohida chizib o'tirmasdan bitta game degan struct ochib olsak maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki o'yinni ham o'zi bitta entity. U o'yinning ichida snake bor, food bor va score bor. Va mana game over degan variable'imizni ham mana shuni ichida hisob kitob qilib ketsak bo'ladi. Demak, yozamiz snake, food, game over, boolean va yangi anaqamiz score. Bu u32 bo'lsin, unsigned integer, chunki u ham anaqa bo'lishi kerak emas. Negativ bo'lishi mumkin emas. Bunga ham input block ochamizda new degan metod berib ketamiz. U metod har doimgidek o'zi bu anaqa convention Rustda har doimgidek self qaytaradi va mana shu obyektimizni kerakli fillar bilan initiate qiladi. Demak, birinchi biz snake deymizda snake new deymiz. Undan keyin biz foodni yaratishimiz mumkin. Food bizda snake ga bog'liq. Qolganini anaqa qilishimiz mumkin. Game'ni o'zini ichida snake, food, game over, false bo'lsin va score'imiz 0 dan boshlansin. To'g'rimi? Va bizga har bitta loopda bo'lgan ishlarni bildirib turadigan bitta metod bo'lsin. Mana bu logikani aşağı olib chiqib qo'ysak bo'ladi shunda. Mana bu yerdagi logikani ana shuni ichiga olib chiqib qo'ysak bo'ladi. To'g'ri. Uning uchun biz mana bu yerdan update degan metod yaratsak bo'ladi. O'ziga reference olsin. Parametr sifatida shunda biz game.ga deb chaqirishimiz mumkin bu metodni va ana bu tepadagi pastdagi kodimizni olib copy paste qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi ichida. Yo'q. Update'da bizda collision check kerak emas. Buning ichida collision checkdan tashqari mana bu точно kerak. Mana bularni olamiz. Move forward. Bularni hozir yangilab chiqaman. Qani qolgani. Check collision bor. Footni nima qilishimiz bor. Self snake move forward qilsin. Self snake header. Self foodga teng bo'lsa, self snake grow bo'lsin va o'zini foodini yangilab qo'ysin.
Mana bu yerda xato deydi, chunki bizda self mutable emas. To'g'rimi? Shuni deyaptimi? Cannot assign to which is behind the reference. Shunda biz mana buni mutable reference deb qo'yishimiz kerak. Bo'ldi. Yo'q, collisionni ham checkini. Qani biz collision checkimiz? Mana bu collision checkni ham olamizda. Chunki biz game overni mana shu yerda yangilayapmiz. Mana shu yerga qo'shamiz. Self snake va self game over true bo'lishi kerak. Tak, std out'larni nima qilsam bo'ladi? std out'lar menimcha tashqarida bo'lishi kerak, chunki bular game'ga tegishli narsa emas. Ular game instruksiyasi alohida, undan bitta tashqarida, abstraction layer'dan bitta tepada bo'lyapti, to'g'rimi? Bularni olib tashlayman-da. Komment qilib turay, yo'qolib qolmaslik uchun. Game over true bo'ldi. Undan keyin bo'ldi, return qilishim kerak. Check qilish tepada bo'lgani ma'qul. Farqi ham yo'q. Tak, buni qildik. Endi mana bu yerga qaytamizda. Shunchaki game'ni update qilishimiz kerak, lekin biz tepada game'ni hali yaratganimiz yo'q. Mana bu yerda let game thing game new deyman. Mana bular kerak emas, mana bu kerak emas, mana bu kerak emas. Mana bularni ham bitta abstraction layer tepaga chiqarib olsak bo'ladi shularni, to'g'rimi? Boardni draw qildik. Endi snake'ni, foot'ni draw qilishlarini alohida metodga chiqarib olsam osonroq bo'ladi menga. Tak, shunda bizga draw UI degan yoki draw game degan metod bo'lsin. U std out'ni oladi odatdagidek. Tak, unga nima kerak? Shunchaki o'yin kerak. Game. Bu ham odatdagidek tepaga o'xshab result. Birinchi o'rinda instruksiya chiqarsin. Tepadagi instruksiyamizni olamizda. Instruksiya chiqarsin. Undan keyin instruksiyani ham chiroyliroq qilib chiqaradigan qilishimiz kerak. Cross termga o'tib cross term set foreground color adashmasam, foreground color. Tak, mana shuni chaqirsak bo'ladi. A command that sets the foreground color. Mana shu bilan ishlasak bo'ladi. Hozirgi instruksiyani print qilishimizdan oldin shunchaki mana bu yerda set foreground color deb color berib olsak, print qilishimizdan oldin bizda tekstimizni rangini o'zgartiradi-da. Keyin print qilganimiz shu sariq, masalan, color deymizda, yellow deydigan bo'lsak va bularni import qilib qo'yadigan bo'lsak, import color, import set foreground color va pastda rezultat qaytarganimiz uchun OK deb qo'yadigan bo'lsak, bizda sariqqa bo'yab chiqarish kerak, lekin biz boshqa narsani ham sariqqa bo'yamasligimiz uchun reset qilib qo'yishimiz kerak. Reset color. Mana
mana shuning ichida reset color ham import bo'lsa. Mana bu yerda virgul qolib ketibdi. Virgulni ham to'g'rilab qo'yamiz. Instruksiyani endi anaqa qildik. Va undan keyin kelinglar ilonni uzunligi qancha bo'lganini ko'rsatib turadigan bir chiroyli UI da o'zgartirish qilaylik. Set foreground. Uni green mi yoki mana bu cyan degan rang yoqadi menda. Print qilsak bo'ladi. Bizda game bor, game ichida snake bor, snake ichida body bor. Body'ni length'ini chiqarib qo'ysak bo'ladi. Snake length deymizmi? Game snake body len deb turib expected one argument format berishim kerak mana bu yerda format va yana bitta reset qilamiz. Reset color. Endi border tepada chiziladi. Keyin pastroqda kontrollarni instruksiyasini chiqarsak bo'ladi. +4 dedi adashmasam. Qani +4? Mana bu kerak emas уже. U debug uchun kerak bo'lganidan oldin. Mana bu ham kerak emas. +3 ekan. Mana bu kerak bizga. Use arrow keys to change the direction to quit deymiz. Va uni birorta rang beramiz bunga. Yo, anaqada turaversinmikin, cyan'da. Instruksiyalar qanaqa yozildi? Qanaqa rangda bo'ladi odatda? Grey bo'ladi, greyda turaversin mayli. Tak, buni qildik. Bo'ldi, UI'miz elementlari shu, oddiy instruksiyalar va hokazo, board alohida. Endi buni chaqirib qo'yishimiz mumkin. Lekin har doim stdoutni flash qilishimiz kerak vaqtida bufferimiz tozalanib ekranga chiqib turishi uchun. Demak, mainga qaytaman. Tak, mainga qaytdim, game yaratdim, lastikni yaratdim. Endi UI ni chizishim mumkin. Draw board. Draw UI. Out deyman. Nima kerak edi bunga? UI emas. stdout va game kerak, to'g'ri. Mute stdout table game. Tak, bular kerak emas, o'chirib tashlayman. Mana bu yerda endi game snake bo'lish kerak. Bu yerda ham game snake bo'lish kerak. Multiyani ham ishlatsam bo'larmikin? Game. Mana bu qolib ketibdi. Game. Tak, mana buni yangilab qo'ysam bo'ladi menimcha. Mana buni olib tashlayman-da, chunki biz bu logikani app new ga tiqdik. Shunda biz game deymizda, game new desam, o'sha narsani bizga qilib beradi va biz shunchaki boshqatdan tozalab
chizib qo'ysak yetarli. Clear ham. Clear all. Hide qilishimiz shart emas. Faqat clear qilsak yetadi va draw board chizib qo'ysak bo'ldi. Shunda bizda restart bo'ladi. Chunki new ni ichida biz snake ni yaratyapmiz, foot ni yaratyapmiz, UI ni alohida chizyapmiz. Endi bizga nima kerak? Mana bu kerak emas уже. Endi game over bo'lganda game over bo'lganda nima chiroyli bitta anaqa pastidan qizil rangda game over bo'ldi. Scoring shunaqa degan yozuvlarni chiqarsak bo'ladi. Uning uchun bitta metod yozaylik. Draw game over deymiz. Serial bo'ladi. U ham har doimgidek result qaytaradi. Buni chizish ancha bosh og'riq, chunki yana borderline chizishimiz kerak. Shunga men o'zimning notlarimdan copy paste qilib olaman. Mana bu narsalarni adashmasligim uchun yana game'ni score'ini chiqarishim uchun men bu yerda game'ni ham olishim kerak. Out title deb qo'yamiz. Ne yaptı bu? Noto'g'ri joyda turibdi ekan mana bu. Mana shu draw game over degan metod chiroylilab game over bo'ldi. Scoring shunaqa, height bunaqa, balobatlar deb chiqarib berish kerak bizga. Uni biz shunchaki game over bo'lganda chaqirib qo'ysak bo'ldi. Game noto'g'ri metod. Draw game over. Bu bo'ldi. Endi mana bu yerda nima qilamiz? Har bitta tik bo'lganda biz update qilishimiz kerak. Birinchi o'rinda game'ni update metodiga logika yozdik. Clean up qilishimiz kerak. Keyin mana bular kerak emas уже. Draw foot, draw snake yo'q kerak. Nima kerak emas? Aynan shular kerak o'zi. Chunki biz game update'ga faqat positionlarni o'zgartirishni yozdik. Chizishni alohida qoldirdik. Snake ni chiz, foot ni chiz va UI ni chiz. Draw UI. Va tikni yangilab qo'ysak bo'ldi. Shunda qayerda xato chiqyapti bizda? Restart borda adashib. Compile bo'lguncha chatga qarab qo'y. Links degan metod qo'shmadik. Length. Errorlarni ko'rib chiqaman. Mutable qilib qo'y deyapti. Shu bilan hamma xatolarimizni уже to'g'irlab chiqdik menimcha.
rang qilib ko'raychi nima bo'lar ekan. Ko'raman. Katta bo'lyapti. Agar o'yinni tugatadigan bo'lsak, hop. Mana bu yerda instruksiya chiqdi. R ni bossam restart qiladi va o'yinni tugatamizda. Ha, buni boshqacha qilgan edik, to'g'rimi? Tak, ups. Qargoram. O'yinni tugatadigan bo'lsak, Q ni bossam tugaydi va R ni bossam restart bo'ladi. Hammasi ishlayapti. Instruksiyada mana bu yerda joy qoldirmabmiz. Use arrow keys to direction, press Q to quit. Press Q to quit. Ha, ikkalasi bitta qatorda bo'lib qoldi. Bu ham 3 ta, bu ham 3 ta. Shunga mana buni hech bo'lmasa 4 da qiladigan bo'lsak, sal chiroyliroq chiqishi kerak. O'yinni tugatamiz va boom. Ayo. Mana bu ham ortiqchalik qilyapti. Use arrow keys to change direction. Qayerdadir double. Use arrow keys to change direction. Mana bu yerda yozyapmiz, ha. Bu Draw UI ni ichida. Qayerdadir yana qolib ketibdi o'tgan eski kodimizdan. Ha, men copy paste qilib bu yoqqa olib chiqqanimni yana bu yoqqa copy paste qilib qo'yibman. Gap shunday ekan, demak bunisi kerak emas. UI ni полностью buzdim. Nabarot tepada qoldirib, 3 ta qoldirib, 4 ni olib tashlasam nima bo'ladi shunda? Bittasi yo'qoldi. Endi snake links ni to'g'rilab qo'ysam bo'ldi. Uriladi. Quit. Snake lengthimiz bitta pastga tushishi kerak. Buning uchun move to qilamizda. +3 emas, +4 qiladigan bo'lsam. Hammasi yaxshi. Mana buni o'chirib tashlashimiz mumkin. Ishladi, sal-pal. Bitta muammo o'sha borderimiz bo'lib qoldi. Mana bu borderga urilib ketyapti, mana bu yerda to'xtayapti o'yinimiz. Chapga yuradigan bo'lsam, urilmasdan turib to'xtayapti. Hammasi borderni deb. Yana nima qilsak bo'ladi? Mana bu yerda snake ni chizganimizda draw snake qani? Draw snake ni ichida execute deb turib set foreground color deb turib color green deb olishimiz mumkin va xato yozdimmi? Set. Std outni birinchi bera olishim kerak. Set foreground color deyman. Buni qanaqa rang qilsak bo'ladi? Dumini boshdan ajratib turadigan qilishimiz kerak. Green emas, deylik dark green bo'lsin. Va ikkalasini chizib bo'lganimizdan keyin std out reset color qilib olishimiz kerak.
Kargoran deydigan bo'lsam, sal rangli bo'ldi ilonchamiz. Yana border urilib ketib qoldi. Mana shu xato bo'lyapti. To'g'rilashimiz kerak shuni. Hop. Yana urilib ketib qoldi. Bitta xatoyimiz qoldi va anaqani ham to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Draw foot qilganimizda execute ichidaman уже. Set for bu safar dark green emas, red bo'lsin. Va print qilib bo'lgandan so'ng reset color qilib qo'ysin. Anaqamiz ham mana foodimiz ham boshqacha rangda bo'lib turibdi. O'ziga urilib ketsa ham to'xtash kerak o'yin. Good. Final score esdan chiqibdi. 0-gacha qolib ketibdi. Final score'ni footni anaqa qilganimizda, qani footni yeydigan joyimiz bor-ku. Footni qayerda yeymiz? Mana bu yerda. Self score plus 10 qilib ketishimiz kerak. O'yinni tugatadigan bo'lsak, skorimiz ham mana to'g'ri chiqyapti endi. Hech narsa esdan chiqmadimi? Bitta bugimizdan tashqari. Self collision hozir tekshirdik, ishladi. Iloncha tepa pastga yurganda, yonboshga yurganda uzunroqqa o'xshayapti. O'zi ideya shunaqamidi? O'zi ideya bunaqa emas edi. Ideya kelgandan keyin bilib qoldim bu narsani. Gap mana bunda. Qaranglar. O'zi terminalda, UI'miz terminalda bo'lgan edi-da, ayb. Mana bu C bilan A ning orasidagi farq space kichkina. Lekin mana bu I bilan mana bu I ning orasidagi space kattaroq. O'zi terminalning xususiyatida, menimcha terminalning nastroykasini o'zgartirsam to'g'rilanishi kerak bu narsa. Shunda bunaqasiga ham bir xil space berishim kerak terminalda. UI ni masalan terminalda emas, alohida dedicated UI chizganimizda, birorta UI library ishlatib, bunaqa muammoyimiz bo'lmagan bo'lardi. Hamma gap bizni UI providerimiz terminal bo'lganida. Mana bu ora kattaroq bunga nisbatan masalan. Gap shunda. Alakritina nastroykalarini ko'rishim kerak. Shunda menimcha to'g'ri bo'ladi. Yana bir ideya, skor oshgani sari tik intervalni kamaytirib borish difficultyni qiyinlashtirib boradi. Men shu haqida o'zi aytmoqchi edim. Keyingi nima qilsak bo'ladi? Boboshir aytganidek, har bitta yo har 3 ta footni yegandan keyin qiyinlashtirib borsak bo'ladi. Tezligini oshirsak bo'ladi. O'zi birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa borderni to'g'irlash, ikkinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa ideya sifatida tezlikni oshirish. Uchinchisi borderlarni sal qiyinroq bo'lsa kerak buni matematikasi. Meni matematikam unchalik zo'r bo'lmagani uchun tasavvur qila olmayapman. Qanchalik qiyinligini yozmasdan turib bila olmayapman.
Mana bu pastga ketganda tepadan chiqadigan yoki chapga ketganda o'ngdan chiqadigan, o'ngdan ketganda chapdan chiqadigan qilsak bo'ladi. Wrap around qilsak bo'ladi. Bu ham qiziq bo'lsa kerak. Keyingi ideyalar sifatida. Masalan, nima qilamiz? GitHubga kiraman. Sign in. Bo'lgan qilib oling. Birorta repository ochamiz. New repository. Choose an owner. Iloncha RS deylik. Rust yozilganini bildirish uchun. Iloncha o'yini. Rust tilida yozilgan iloncha o'yini. Terminal uchun mo'ljallangan deymizda. Create repository deymiz. Origin'ni qo'shamiz. Bizga mana bu qismi kerak. Git remote add origin. Git add all, git commit, git status ko'rib qo'y. Git commit. Initial working version deymiz. Push qilamiz. Git push -u. Kichkina u. Git remote -v nima deyapti? Git remote main doesn't match. Bu yoqda main ekan, bu yoqda master ekanda. Crap. Shuni kim o'ylab topgan? Master turavermaydimi ya? GitHubga push qilardim. Kimdir qiziqsa, kodini o'zgartirib biz gaplashgan narsalarimizni qo'shishi mumkin. Wrap around qilishni, tezlikni o'zgartirishni. Eng osoni tezlikni o'zgartirish bo'lsa kerak. Mana buni constant emas, endi oddiy variable qilib o'zgaradigan qilishimiz kerak, mutable qilishimiz kerak. Har ikkita footni yeganda qiladigan qilsak bo'ladi. Uni katta ehtimol bilan move forward yoki move forwarddan keyin qilinishi kerak. Update'ni tagida mana bu yerda taxminan. Kimdir qiziqsa